Bo'shlik bo'lib qolgan. Buni dedim, ehtiyot qilib davolaymiz, ham quvvatlantiramiz deganman. Sizni qarindoshlaringiz ham davolagan ekanmiz. 5-6 yil, 3 yil oldin. Shu odamlar orqali kelgansiz. Demoqchimanki, bu yo'nalishda endi olyapsiz-a, bu yo'nalishda. Birinchi kursga kelganda o'rtada bir oydan oldingiz. Ikkinchi etapga keldingiz. Qanchalikcha o'zgarish, necha foizcha topdingiz? Ancha o'zgardi. Men o'zim manaqidan turolmayotgandim stullardan. Bunday ikki qo'llab bunday qilib turyapman, o'zim turyapman. Birinchi kunlari molar yo'lab bunday qilib turgizishyapti. Endi turyapman o'zim, Xudoga shukr. O'zim harakat qilyapman. Bu ham jilish bo'lyapti. Jilish bor uchun keldim-da, Dilshodbek. Demoqchimanki, ba'zi bir bemorlar keladi men oldimga kelib, ertasi kuniga rezultat sezmayapman deydi. Yoki ketgandan keyin men borib kelib yaxshi bo'lmadim deydi. Ba'zi bir bemorlar. Grija kasalligini yaxshi bo'lishi, qanchalik tez bo'lishi, yengilroq payti kelsa, tezroq yaxshi bo'ladi. Grija kasalligi emas, hamma kasallikda bosqichi bor. 1-ikkinchi, 3-chi, 4-chi bosqichlar bor. Ana shu yengilroq 1-ikkinchi bosqichida kelsa bizga bu yo'nalish bo'yicha bittada ham yaxshi bo'lib ketadi, bir kursda ham. Endi siz bizga 4-chi bosqichda kelgansiz. Ana shuning uchun 1-dan 4-chi bosqichsiz, 2-da yoshingiz katta. Bemorlarga aytib o'tamanki, yoshroq bo'lsangiz, yengilroq paytda kelsangiz, tezroq yaxshi bo'lasiz. Sizga o'xshab yoshingiz katta, og'irroqlarda sekinroq bo'ladi. Lekin ana shunda ham bo'lyapti. Men aytib o'taman, og'riq qoldirmayman, men davolayman deb ko'p aytaman. Maqsad bu yerda davolab uni so'rdirib kiritirish ichkariga. Og'riq qoldirish 1 kun 2 kunlik narsa-da. 1 kun 2 kun bo'ldi. Yaqinroq kelamiz, jicha ozgina. Pastini uzatamiz. Yana bitti. Bo'ldi. Nari tomonga yo'nash bo'lamiz. Qo'y. Yaxshi. Zo'r. Menchi hali to'g'ri o'tib olib bitta ko'taramiz ekan. Keling, o'zim olamiz, olamiz. Xolajon, endi sekin turamiz endi. Men tomonga, men kengroq tomonga turamiz. Tomonga. Mana. Bu qiz yurgan qo'shsiz. Yomon o'rganib qoldim. Bitta o'zingiz ana qilish kerak ashi. Bitta odamga suyansa hamchi, ashi odamsiz harakat qila olmay qolyapsiz. Nari tomon, qizingiz tomonga qarab turing. Qo'lingizni tushiring jichcha. Qo'l boryapman sekin. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi yurib xonangizga kelib yotavering. Mayli o'tirib oстановка qilmaylik. Sababi endi ochildi-da ancha. Rahmat bolajon. Yaxshi bo'lib qolinglar. Mas keldim demasiga jonim bola. Xo'p, yaxshi bo'lib qolasiz. Nima yordam qilar ekan bu bola. Xo'p. Rahmat. Yo'q, men o'zim Ovozlarni eshitdingizmi? Bizni kuzatib turganlar ham eshitdi. 67 ga kirgan odamni umurtqasini ko'tarib boshdi yo'q. Opa chiqing. Xo'p, endi ahamiyatli bo'lib turasizlar. Osteoporoz kasalligi haqida gaplashamiz. Eng umurtqa pog'ona kasalligi ichida eng strashnisi bo'ladi. Xavfli, yirtqichi bo'ladi, xavflisi. Osteoporoz haqida doktor akalarimiz tinglab turinglar, e'tiborli bo'linglar hozir. Keling, hozir. Yo, mayli, sizda. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum. Men Samarqanddan. Ikkinchi